Bugungi mavzuda mashhur xonanda, endi esa ushbu holat aks etgan videoni tomosha qilamiz. Chin muhabbat o'z vaqtini kutadi. Ba'zan baxt shoshilmaydi. Ba'zan u yurak sinovlaridan keyin keladi, ammo kelganda chin bo'lib keladi. Har bir ayol yonida suyanch bo'ladigan, qo'lini qo'yib yubormaydigan chin yori bo'lsin. Muhabbat hech qachon kechikmasin. Agar siz ham chin sevgi borligiga ishonsangiz, agar baxtli ayollarni ko'rishdan quvonsangiz, laykni ayamang, duo qiling. Baxtli bo'linglar, muhabbatni qadrlaydigan insonlar. Hurmatli Veysal va Shahlo, bugun sizlarning hayotingizda eng quvonchli, shu bilan birga bir umrga esda qoladigan kun. Hozirgina bildirgan istagingizni nikoh tuzilganligi haqida Korkuv yo'q, zavqdan zaksda o'tkazib. Yo'q ey. Zaksimiz bo'ldi, bu dokumental nikohimiz bo'ldi. Endi xudo xolasa yoz oyida to'yimizni rejalashtirdi. Anne babamiz Veysalning uyidagilar belgiladi to'yimiz kunlarini. Biz er-xotin ertaroq aytajak edik, 2-oyda bo'lsin, biz keyin shu to'ylarga chiqib ishlaymiz, ketaveramiz deb o'trak. Yo'q, Turkiyada qarindoshlarimiz chet ellarda yuribdilar, ular yoz oyida keladi ekanlar. Shu sababdan ham yoz oyina qo'ydilar. Ham Veysalning tug'ilgan kuni 21-iyulda, shu 21-iyulda Trabzonda to'yimiz bo'ladi, xudo xolasa. 18-iyulda İstanbulda bo'ladi nikohimiz. Bu yerda 30-iyulda bu yerda Ulug'bek etamiz, xudo xolasa.